Oliy Majlis Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi hamda Qonunchilik palatasining Fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Unda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida korrupsiya holatlarining oldini olish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda senatorlar, deputatlar hamda tegishli vazirlik va idoralar vakillari ishtirok etdi. Muloqot avvalida joriy yilning 5-mart kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosi muhokama qilindi. Ta'kidlandiki, so'nggi yillar mobaynida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida tizimli ishlar amalga oshirilayotganligiga qaramay, ayrim tarmoqlarda fan, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ushbu muammo hanuz saqlanib qolmoqda. Muhokamalar jarayoni shuni ko'rsatdiki, albatta oliy ta'lim sohasida korrupsiyani keskin kamaytirilganiga qaramasdan, yashirin korrupsiya holatlari, ya'ni birinchi navbatda xizmatlarni ko'rsatish jarayonida yashirin korrupsiyaning mavjudligi, bu birinchi navbatda ta'limlarni sifat darajasini pastligi bilan, nisbatan qoloqligi bilan ko'p joylarda kuzatilayotganligi alohida e'tiborga olindi. Bu yo'nalishda parlament palatalari hamkorlikda ishchi guruh tuzib, mana shu davlatimiz rahbari yig'ilishda oldiga qo'yilgan hamkorlikda nazoratni kuchaytirish, ya'ni jamoatchilik nazorati orqaligina sifatga erishishimiz mumkinligini alohida ta'kidlab o'tildi va chora-tadbirlar belgilanib, o'sha ishchi guruh kelgusida har oyda bu olib borilayotgan jarayonlarni tahlil qilib, muammolarni birgalikda yechishga kelishib olindi. Tahlillarga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimida shifokor qabulidan tortib, davolanish uchun yo'llanma olishgacha bo'lgan jarayonlarda, shuningdek, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabulda hamda pedagoglarni ishga joylashtirishda ham maishiy korrupsiya holatlari uchrayotgani qayd etildi. Oliy ta'limda raqamlashtirish joriy etilganligiga qaramay, ijodiy va oraliq imtihonlarda korrupsiyaviy elementlar saqlanib qolayotganligi ta'kidlandi. Yig'ilishda qo'mitalar a'zolari o'z yo'nalishlari bo'yicha vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda korrupsiyaga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash va bartaraf etish yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni belgilab oldi. Shuningdek, maktabgacha va maktab ta'limi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar hamda sog'liqni saqlash vazirliklari rahbarlarining axborotlari eshitildi. Majlis yakunida ishtirokchilarning taklif va tavsiyalari asosida sohalardagi korrupsiyalarni bartaraf etish bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilab olindi.